Moddiy ta'minot uchun fuqaroliklar bo'yicha tegishli sudlar tomonidan sud buyrug'i yoki hokim qarori chiqarilib aliment undirish belgilanadi. Bundan xabarlaringiz bor. Bunda belgilangan aliment miqdorini Majburiy ijro byurosi xodimlari, davlat ijrochilari tomonidan shu ijro harakatlari amalga oshiriladi. Agarda sizlar o'sha belgilangan aliment miqdorini voyaga yetmagan farzandlaringiz sonidan kelib chiqqan holda 2 oylik muddatdan ortiq to'lamasalaring, birinchi marta ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 42.4-moddasi bor. O'shanga asosan ma'muriy javobgarlikka tortilasizlar. O'sha to'lamagan shaxs ma'muriy javobgarlikka tortiladi, huquqbuzarlik e'tirof etiladi. Bunda agar shu ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin, ma'muriy jazolangandan keyin qarzdor aliment miqdorini to'lashdan yana 2 oylik muddat mobaynida bo'yin tovlayotgan bo'lsa, unda o'sha shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 122-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Bu bo'yicha o'sha tegishli surishtiruv organi tomonidan, surishtiruv tergov organi tomonidan tergov harakatlari olib borilib, sudga olib chiqiladi. Sud tomonidan agar unga aliment to'lash ixtiyoriy tartiblar tushuntiriladi. Agar ixtiyoriy to'lanayotgan bo'lsa, o'sha fuqaroviy da'vogar bilan, ya'ni undiruvchi bilan yarashsa, yarashuv bilan tugatib ketadi shuning. Agar ixtiyoriy to'lamayotgan bo'lsa, unda 122-moddaning birinchi qismi bilan aksariyat holatda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanyapti. O'sha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishiga istisno qilinadigan holatlar mavjud bo'lmasa albatta. Shundan keyin yana jazosini o'tab chiqqandan keyin yana belgilangan aliment miqdorini to'lamayotgan bo'lsa, bu shaxs o'sha xavfli retsidivist jumlasiga o'tadi. Undan keyin yana og'irlashtiruvchi normalar qo'llaniladi. Shuning uchun hammadan so'rab qolardik, o'tkazilayotgan asosiy bir targ'ibot tashkilot ishlarimizdan ko'zlangan maqsad o'zlaringiz, farzandlaringiz, o'zlaringiz, bolalaringiz alimentni, belgilangan aliment miqdorlarini o'z vaqtida to'lab borishlaringiz so'raladi. Chunki har bir shaxs bu konstitutsiyadan ko'rsatilgan voyaga yetmagan farzandlarini to voyaga yetgunga qadarli moddiy ta'minlashga majbur.